Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Parchalab kishanlarni har tomon parishon qil. Maktab anjuman borg'il, unda ochib fikrgohi, ilm fan tug'irla, jahl bag'rini qon qil. Soyalarda sarg'aygan yuzlaring qilib gulgul, sen ham ahli donishlar bazmini guliston qil. Cho'rilikni mullalar senga qildilar taqrir, sen ham bu zaminga ma'rifatni darmon qil. Onalik huquqingni hurmat qilmaganlarni yuzlarini qaro aylab, fe'lidan pushaymon qil. Bu gaplar Hamza Hakimzoda Niyoziyga tegishli bo'lgan bu so'zlar. Paranjini tashlashda, o'sha haligi qop kiyishda tashlashda juda ham katta bir haligi o'ynashgan, rol o'ynagan, bilasizlar. Va eng qizig'i shundaki, buni hozirda ba'zilar haligi paranjiga qarshi ozodlik simvoli o'laroq ko'rilsa, ba'zilar buni haligi diniy haligiga qarshi deb qaraladi. Lekin meni fikrimni agar so'rasalaring, men qanday qarayman bu fikrga? Men Hamza Hakimzoda Niyoziyni buyukligini Alisher Navoiyga, balki undan da ustun qo'yaman. Chunki Hamza Hakimzoda Niyoziy bizning o'sha jadidlarimizning eng oldi aligisi bo'lgan. Eng alochisi, eng bir haligi ashaddiy bir haligi nima deydi, aktivi bo'lgan. Shunday ekan, Hamzaga bo'lgan hurmatim cheksizdir. Hamza Hakimzoda Niyoziy o'zbek millatining haqiqiy faxri bo'ladi. Shunday ekan, bu she'rda aytishdan maqsadim 8-mart kuni onalaringizni, singillaringizni, opalaringizni, sevgan yorlaringizni yo bo'lmasa haligi tolkalaringizni bayram bilan tabriklashni hech qachon unutmanglar. Chunki biz o'zbekmiz. Biz demokratik bir davlatda yashayapmiz. Bizning haligimiz yo'q. Nima deydi? Bu bayram emas deyishga bizning haqqimiz yo'q. Ayollarga keladigan bo'lsak, sizlar o'z hurmatlaringni bilinglar. Sizlar bu bayramni osongina erishmagansizlar. Bu bayram uchun juda ko'p ko'z yoshlar to'kilgan. Juda ham ko'p haligi kurashlar bo'lgan. Bu bayram o'zidan o'zi haligi odamlar zerikkanidan qilmagan. Bu bayram haqiqiy bir ayollarning matonati degani. Bundan tashqari men nima uchun bu haligi ayollarni qop kiydirishga qarshiman? Men shuni ham sizlarga aytib o'tishni istayman. Jamiyatda ayol kishini o'rni juda ham kattadir. Nima uchun? Chunki biz agar здоровый, нормальный bir pokoleniya chiqarmoqchi bo'lsak, где haligi образованный pokoleniya istasang, xotining ham образованный bo'lishi kerak. Chunki olimlar isbotlashdi. 70% DNK, bolani DNKsi onadan o'tar ekan. Ya'ni 30% erkin o'tar ekan, xolos. 70% ya'ni bolani qanday bo'lishini uni onasi va uni qanday haligi sabrajat qilishiga bog'liq ekan. Shunday ekan, ayollarni haligi qilmaslik kerak, o'qitmaslik kerak, ayollarga qopga tiqish kerak deydigan insonlar, ular haqiqiy tupoy, kaltafahm, befarosat insonlardir. Tushunyapsizlarmi? Men bunga har doim qarshi bo'lganman, har doim qarshiman. Mana ko'rib turibsizlar, mana yuzimni ham даже yopganim yo'q. Mana yuzim ochiq turibdi men. Har doim yuzim ochiq turadi. Men hech qachon aytayotgan gapimni haligi noto'g'ri yo haligi deb qaramayman. Men aytayotgan gapimni orqasida turaman. Chunki meni jamiyatimda Tolibon gibi, Al-Qoida gibi yo bo'lmasam haligi qaydagi bir haligi betofiq mullalar boshqarishini istamayman. Men jamiyatimda demokratik, ozod, erkin fikrlaydigan insonlar bo'lishini istayman. Va shu uchun meni blogimda podдерживать qilishlaringni istab qolaman. Chunki bizning gibi fikrlagan, mening gibi tushungan minglab emas, millionlab insonlar bor. Tushunyapsizlarmi? Xuddi shunday ayollar, o'z hurmatlaringni bilinglar, o'z haligilaringni qiymatlaringni bilinglar. Haligi arabni lattasiga burkanib o'zlaringcha yaxshi odam bo'lib qolaman deb o'ylamanglar. Yaxshi odam bo'lish uchun arabni lattasiga ehtiyojlaring yo'q. Tushunyapsizlarmi? Yo bo'lmasa qop kiyishga ehtiyojlaring yo'q. Bu bo'lmagan narsa. Bu вообще bir haligi mantiqqa ham, aqlga ham yo bo'lmasa bir logikaga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Tushunyapsizlarmi? Ilm olinglar, bilim olinglar, o'qinglar. Ayol kishini hurmati jamiyatda har doim bo'lgan va bo'lsin. Bundan keyin ham bo'lsin. Tushunyapsizlarmi? Endi bu degani feminizmga berilib ketmanglar. Lekin hatyabi какой-то haligi bo'lsin. Tushunyapsizlarmi? Shunday ekan, sizlar bilan Bobur bu videoni men paylasha bildim. Hamma haligida mana qilaman. Поделиться qilgan, любой haligida platformada поделиться qilaman.
Odnoklassnik bormi, Facebook bormi, Instagram bormi, YouTube bormi, hammasida. Va eng asosiysi men o'sha TikTok'im. Meni podдерживать qilishda davom etinglar. Bu videoni hech bo'lmaganda ko'proq insonga tarqatinglar. Mana shu belgi bilan tarqatinglar. Mana shu belgi bizning jestimiz bo'ladi. Mana shu jest men sening gibi fikrliman deydiganlarning jestidir. Shu jestlaringni kutib qolaman.